muammo bo'lsa bizlarni ishimizdan aliyodek bizni xizmatingizga tayyormiz. Esinglarda bo'lsa, shu mijozimizni uylarida mushu boqqanlar uchun pardalarini urinib qolgandi. Shu pardani almashtirgani keldik. Mana u pardani yechib oldik. Ko'rasizlar, timdalanib yotibdi. Polni timdan tashalgan, 1 yil bo'lgan bu pardaga ilinganiga. Endi aynan mushul uchun shu tyulni qilib berdik. Bu tyulimiz bemalol mushuli timdalansa, yana o'z holiga qaytarib qo'ysanglar bo'ladi. Iplari proshni ishlangan, setishning asnovasi, ko'ryapsizlar, yengidek qilib mana shunaqa taxlab, ideal qilib berdik, xudo xolisa. Uyi balandligi 3.34. Shunaqa chiroyli chiqdi qilingan ishlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatga kerak bo'lsa, eksklyuzivga murojaat qiling, ishinglarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar.